Mana yana Barselona Chempionlar Ligasidan chiqib ketmoqda va bu yubiley 11 yil bo'ldi. Barselona so'nggi marta Chempionlar Ligasida chempion bo'lgani va nafaqat chempionlik, balki finalga chiqqaniga ham 11 yil bo'lmoqda. To'g'ri, orada La Liga, Ispaniya Super Kubogi kabi sovrinlar bor, lekin Chempionlar Ligasida muvaffaqiyatsizlik. Sabab rubrikasi va bugungi videomizda biz Barselonaning inqirozlari degan mavzuda video olamiz va bugungi videomiz esa futbol content makeri Ilisov Turg'unbek bilan birga bo'ladi. Siz esa mana shu videoni boshlashimizdan oldin hoziroq like bosib qo'ying hamda kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz esa sekin boshlasak ham bo'ladi. Birinchi sabab himoyadagi notekislik. Barselonaning eng katta muammolaridan biri bu himoyadagi notekislikdadir. Ayniqsa bu mavsumda jamoaning yuqori himoya chizig'i ba'zi o'yinlarda juda xavfli bo'lib qoldi. Murabbiy jamoani oldinga surib o'ynatgani uchun markaziy himoyachilar ortda katta bo'sh joy qoldirib qolmoqda. So'nggi Chempionlar Ligasi uchrashuvlaridan keyin aynan shu liki himoya tizimi asosiy muammo sifatida ko'rsatildi. Ya'ni bu degani himoyachilar juda oldinda qolib ketadi, raqib tezkor qarshi hujum qilsa, orqada bo'sh joy qoladi. Darvozabon bunday holatda birga bir vaziyatda qolib ketadi. Shu sababdan ham Barselona ko'p hollarda oddiy qarshi hujumlardan gol o'tkazib qo'ymoqda. Ikkinchi sabab himoyachilarning individual xatolari. Bu juda muhim sabab. Ba'zi o'yinlarda himoyachilar oddiy paslarda xato qiladi, pozitsiyani noto'g'ri tanlaydi yoki pressing paytida kechikadi. So'nggi tahlillarda ayniqsa qanot himoyachilarining formasi yo'qolgani qayd etilgan. Masalan, noto'g'ri pas, to'pni yo'qotish, ofsayd chizig'ini buzish, raqib hujumini kuzatmay qolish. Bitta kichik xato ham katta o'yinda golga sabab bo'ladi. Barselonaning ko'p mag'lubiyatlari taktikadan emas, aynan futbolchilarning shaxsiy xatolari tufayli yuzaga kelmoqda. Uchinchi sabab hujumdagi samarasizlik. Hujum chizig'i kuchli bo'lsa ham ba'zi muhim o'yinlarda realizatsiya juda past bo'ladi. Barselona ko'p vaziyat yaratadi, lekin hammasini ham golga aylantiravermaydi. Masalan, aniq zarbalar tashqarisida ketadi. 100% imkoniyatlar boy beriladi. Hujumchilar bosim ostida o'ynaydi. Bu ayniqsa kuchli jamoalarga qarshi o'yinda ko'p marotaba bilinadi. To'rtinchi sabab taktik risk. Hozirgi uslubda Barselona yuqori pressing va tezkor pas o'yinlariga tayanadi. Bu uslub chiroyli, lekin xavfli. Agar pressing ishlamasa, raqib himoyadan osongina chiqadi. Markazda bo'sh joy ochiladi va himoya chizig'i orti bo'sh qoladi. So'nggi o'yinlarda aynan shu taktik risk muhim sabab sifatida ko'rsatilgan. Beshinchi sabab yoshlar va tajriba muvozanatining yo'qligi. Akademiyadan chiqqan yoshlar ko'p imkon oldi, lekin tajribali futbolchilar yetishmasligi sabab ular doim bosim ostida xatolar qilishdi. Bu esa natijalarga ta'sir qildi. Oltinchi sabab ortiqcha to'p nazorati. Barselonaning ortiqcha to'p nazorati muammosi shundaki, jamoa o'yinda uzoq vaqt to'pni o'zida ushlab turadi. Ko'plab yonma-yon va xavfsiz paslar qiladi. Lekin tezlik va keskinlik yetishmaganligi sabab bu nazorat ko'pincha real xavfli hujumlarga aylanmaydi. Natijada raqib himoyani bemalol tiklab oladi va eng kichik xatoda tezkor qarshi hujum bilan Barselonani jazolash imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi esa videoga yakun yasasak ham bo'ladi. Siz bilan Husan bo'ldi. Husan Sport YouTube kanali edi. Videoga like bosib qo'yishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Biz esa sekin videoga yakun yasasak ham bo'ladi. Hayotgancha obuna bo'lib, like bosib qo'yishni ham unutmang. Yozgacha biza 5000 ta bo'lishimiz kerak. Video oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.